اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب. Hozir bir juda ham achinarli holat, ya'niki shu Rossiyada bo'lgan voqea shu yaqin kunlarda bo'ldi. Dunyoda nimalar bo'lyapti? O'rtoqlar, biz bu yerda Amerikada sud masalasida gaplashamiz, boshqa narsada gaplashamiz. Amerikada ham ko'rib turibmiz, o'zingiz guvoh bo'lib turibsiz. Texasda bo'ladigan voqealar, o'sha muqaddas kitobimizga cho'chqani boshini qo'yib, cho'chqa go'shtini qo'yishyapti. Birinchisi, ikkinchisi, mana Rossiyada millatchilik boshlangan, millatchilik ortidan bir begunoh 10 yoshli bola shunchaki vahshiyona o'ldirildi. Buni so'z bilan ta'riflash juda ham qiyin. Bilmadim nima deyishni. Shuning uchun birodarlar, vatandoshlar, opa-singillar, agar kimdir oilasidan uzoqda bo'lsa, juda ko'pchilik savol beryapti. O'sha O'zbekistondan murojaat qilishyapti. Erim Amerikaga ketgan, bolalarim bu yerda qolib ketgan, bizga telefon qilmaydi. Bizga hattoki bir pul ham jo'natmaydi, xola-xolam so'ramaydi, telefon qilsak javob bermaydi degan shunaqa savollar juda ko'p bo'lyapti. Bu bilan nima demoqchiman? Yana takrorlab o'taman, video prosmotr yig'ish uchun emas. Men aytmoqchi bo'lganim, o'sha Tojikiston fuqarosi bo'lgan Qobiljon ismli 10 yoshli yigit Moskvada o'ldirilib ketilgandan keyin, vahshiyona o'ldirilgandan keyin oilangizni qadriga yeting, farzandlaringizni qadriga yeting. Meni eshitib turgan bo'lgan o'sha Amerikada yurib, oilasi O'zbekistonda xo'rlanib yurganlar eshitsin. Oilangizni asrang, farzandlaringizni asrang, borida qadriga yeting. Shunaqa SMSlar kelishi bu sharmandalik. Oilasini tashab, hol-ahvol so'ramaganlar eshitsin buni. Oilangizni qadriga yeting, farzandlaringizni qadriga yeting. Paka vaqtincha, hozircha tiriklik uchun qadriga yeting. Ertaga yo'qotib qo'ysangiz, topishingiz juda ham qiyin. Xulosa o'zingizdan, birodarlar, yaqinlarimizni vaqtida qadriga yetaylik. Ish, pul, sud, hujjat deb jonimizni tikmaylik. Jonimizga arzimaydi bular. Salomat bo'ling.